Demak, bugun sizlar bilan anemiya haqida kengroq tushuncha olamiz. Anemiya o'zi nima sabablardan kelib chiqadi va u qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Anemiya sabablari bu: ko'p qon yo'qotish, yangi qon hujayralarining shakllanishi jarayonining buzilishi, qonni yuk qilinishining patologik jarayonlarini faollashtirish. Anemiya belgilari: teri shilliq pardalarining oqarishi, migren, charchoqning kuchayishi, quloqlarda shovqin, ovqatlanmay quyish, doimiy uyquchanlik, havo yetishmasligi hissi, bosh aylanishi, tezlashgan yurak urishi, libidoning pasayishi, erkaklarda jinsiy kuchsizlik, hayz siklning buzilishi. Agar o'zingizda shunga o'xshash alomatlarni sezsangiz, darhol shifokorga murojaat qiling. Kasallikning oldini olish oqibatlari bilan kurashishdan osonroqdir.